Bugungi videoda biz mana bunday ajoyib suratli zirh, mana bunday qishloqlar uchun uy va mana bunday ishlamaydigan ishlaydi, hozir ishlamayapti faqat. Mana shunday skelet ferma quramiz. Boshiga qo'shga qo'shiq topilmam. Salom, meni ko'rib turgan hammaga kecha topilgan 9 ta olmosga mana sehrlaydigan stol yasadim. Bu uchun obsidianni portaldan topdim. Portalda tovuq oldim. O'tgan safar paydo bo'lib qolgan chuqurni men mana bunday qilib o'rab chiqdim. U tarafdan keyin qishloqlarni olib kelib shu yerga joylashtiramiz. Ustini ham yopib chiqdim. Bo'ladi menimcha. Endi esa qishloqlar olib kelamiz. Ikkinchisi va hammasi shu menga yetib turadi hozircha. Endi ular ishlashi uchun stollar qo'yib chiqamiz. Mana bu stollar biz uchun kerak bo'ladi. Ularni qo'yib qo'yamiz. Xullas men konga tushgandim, lekin Night Vision modi ishlamay qolishi uchun juda qorong'i bo'lib ketdi. Bu yerni o'tkazib yuboramiz. Skeletni spawnerni topib oldim. Mana u men o'zimga kerak bo'ladigan bir dunyo narsa bilan Night Vision modini o'rnatib qaytadan keldim. Tezda bu yerni tozalab oldim. Fermani qurishga kirishdim, lekin to'g'risi men buni bilmaymanman qurishni. Mana tayyor bo'lgani. Va bu yerda 25 daqiqa AFKmi nimadir deydi xullas. Mashlar dasta urib o'tirdim. 25 daqiqa emas, bilmasdan 45 daqiqa o'tirib qo'yibman. Oson bo'lmadi, qalqonam sinib ketdi. Va mana AFKda yarim soatdan ko'proq turgandan keyingi natija. O'zimga kerak bo'ladigan narsalarni olib, endi bu yerdan astagina ketish kerak. Bu yerdan narvon bilan chiqib ketamiz. Keyingi safar qaytib kelish oson bo'lishi uchun. Sehrli stolni yasash uchun olgan obsidian sherdan oldim. Zombi bor ekan. Xullas shu yerdan yana bitta ikkita obsidian bilan mana bu yig'loq obsidianni olib ketish kerak. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos like bosib keting. Yoki hech bo'lmasa kommentariyaga nimadir yozib keting. Obsidian bilan yig'loq obsidianni oldim. Yig'loq obsidiandan men mana bunday antiqa bo'lmasa ham bitta bolg'a yasayman-da, bolta. Bolta nima kerak bo'lsa shu ishni qilamiz. Ya'ni o'tin chopamiz. Xullas o'tgan galgidek yana asalarni inini buzib yubordim. Bu uchun ular quruq qo'ymadi. Yana o'tin chopishda davom etamiz. O'tinlar yetadi. Endi Nizerga borish kerak. Aytgancha hozir men futbol ko'rib o'tiribman. Jahon chempionati final o'yini 2026-yil. Ispaniya Argentina hozir boshlandi o'yin. Nizerga ham o'tdik mana. Nizer sal yopiq joyda ekanmiz, lekin zarari yo'q. Shu yerdan oldim boltalarga ulab, cho'chqalar bilan savdolashib, boy bo'lib ketsak bo'ladi. Ko'rdik, endi qaytamiz. Qishloqlarga mana bunday ferma qurgan bo'lsam ham ular ko'paymayapti. Yoki ekin tanlashtirsam ekan. Aytishimdan chiqayapti, ana bu 3 ta villager bor. Qishloqi. Bular zo'r narsalar sotadi. Bittasi Fortuna 2, bittasi Unbrakingmidi. Yana bittasi nimadir sotadi-da. Xullas esimda yo'q. Piglinlar bilan savdolashishga men oltin topdim. Naqd 15 ta. Bunga hech bo'lmasa 4 dona marvarid bersa ham mendan baxtli odam bo'lmaydi lekin. Xo'sh, endi cho'chqalar shu atrofda bo'lsa savdolashdak bo'ldi. Qayerda? Aslida cho'chqa bor ekan, sherga telasam keladimi cho'chqalar? Yoki yemak ekan oltin qani?
yo faqat yonmagandir. Men to'g'ri olovga taylamanku. Xullas, mana oltin. Endi bularni kavlab olib birlashtiraman degan shig'ir sotaman. O'zim oltinimni rostdan ham olovga taylab yuboribman. Mana yana oltin oldim. Endi buni aniq olovga taylaganim yo'q. Ozroq kutsak yana nimadir berib qoladi. Menga hozircha faqat mo'sir beryapti. Bunisi ham mo'sir berdi, boshqa oltin yo'q. Bor bo'lsa ham uni kavlab olish kerak. Buni kim kavlaydi? Har bir kavladim. Yarim soatdan keyin 17 ta oltin. Buni ham taylaymiz. Va ular buni ham nimagadir alishtirar. Ishonish qiyin, lekin u menga marvar taylabdi. Birinchi turda marvarid. Qolgani menga kerakmas ekan. Ketamiz endi. Mana bizni portalimiz. O'zi ham tezda o'tib oldik. Tun ekan. Kirib uxlash kerak endi. Qishloqlar tobora kamayib ketayotgandek tuyulyaptimi sizlarga? Aslida ham kamayib ketyapti. Men ularni mana paqirlarga solyapman. Agar paqir so'zini tushunmagan bo'lsalaring, menda ayb yo'q. Minecraft ovozini butkul o'chirib qo'ydim. Chunki men videoni olguncha Minecraft o'ynayotgan vaqtimda ham gapirganman. Keyin montaj qilish vaqtida ham gapirganman. Keyin uni uzash uchun yana gapiryapman. Shu uchun ovoz uchqur bo'lib kelyapti. Ovozni butkul o'chirib qo'yish eng to'g'ri qaror bo'ldi. Men qizilqara topish uchun harakat qildim, lekin topolmaganman. Yo'l-yo'lakay zirh singan hammasi. Qaytadan zirh yasash uchun, yaxshiroq zirh yasash uchun qaytyapman. Xullas zirhni zumraddan yasaydigan bo'ldim. Ana oyoq kiyimdakin hamma zirhda shunday ikkitadan zumrad bo'lakka birlashtirib chiqsa, ana shunday ajoyib zumraddan zirh paydo bo'lgan. Bu zirhni yasash uchun juda ham ko'p zumrad kerak bo'ladi. Bu uchun men yaxshigina ko'p o'tin chopaman hozir. Mana hamma chopilgan o'tinlar, menimcha shularga yetib qoladi. Mana hamma tayoqchalar, bularni endi sotamiz va qancha zumrad olib kelishini ko'ramiz. Bularda zumrad tugab qoldi. Endi nima qilamiz? Endi bitta yo'li bor, faqatgina mod o'rnatish. Cheksiz savdo qiladigan mod o'rnatmasak, bular hech qanday savdo qilmaydi. Shu paytgacha olingan zumraddan endi bloklarni yasaymiz. Ko'ramiz qancha bo'lar. Birinchi bo'lib oyoq kiyimdan boshlagan yaxshi, chunki uni biz birinchi yasaganmiz. Va mana o'sha zumraddan ajoyib oyoq kiyim. Qolganiga ming afsuski zumradlar yetmaydi. Yana zumrad sotishni boshladi. Tayoqcha sotib olishdi, faqat juda ham qimmat ekan. Qimmat qo'yardi nomardlar. Boshqa yo'l yo'q. Sotib olamiz hammasini yo sotamiz hammasini. Cheksiz savdo qiladigan modni qo'shdim, lekin bular chegirma qilmadi. Respawn point set. You can only sleep at night or during thunderstorms. You can only sleep at night or during thunderstorms. Respawn point set. You can only sleep at night or during thunderstorms. Endi balki chegirma qilgandir. Boshqa yo'l kerak. Bularni ko'paytirib, o'sha ko'paygan bo'lachasi kattargacha kutish kerak endi. Shu menimcha ko'payishiga yetib qolsa kerak. Ana boshladi. Shunday chiqib tursak, 2 minutdan keyin tayyor bo'ladi. 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 2 minutdan ke
Lekda ularni kattaguncha kutib o'tirgandan ko'ra qimmat bo'lsa ham savdo qilgan yaxshi. Mana buni sotib olguncha olmishdi. Mana bu yaxshi. Ko'ramiz yeteganmi yo'qmi shuncha. Yetmasa yana yaxshi sotamiz, lekin narxni silishga oshiryordi. Birinchi bo'lib zumraddan bloklar yasaymiz. Keyin ularni mana bunday birlashtirib chiqamiz. Va bizda 3 ta tayyor, bitta shapka qoldi. 2 ta zumrad yetishmayapti. Sotib olamiz mayli. 64 ta zumradga bizda ham. Endi shapkasini ham yasaymiz. Va nihoyat biz buni uddaladik. Endi kiyib ko'ramiz. Yurakcha paydo bo'ldimi? 5 ta qo'shimcha. Effekt qo'shilibdi. Mana qishloqda yillar bosib oladi-ku, shundan keyin shuni to'liq yo'qotsa, hammasini o'ldirsa qishloq qahramon degan effekt beradi. Buni yasaganga menga ham shunaqa effekt beribdi. Bu chegirma qilish kerak edi. Chegirma o'rniga ko'tarib olgan. Ko'cha 20 tadan 9 tagacha tushiribdi. 7 ta chegirma qilibdi. Endi ancha bitta zumradga 12 zo'r-ku. Chotga bo'ldi endi. Qani qancha jon oldi? Jon olmayapti. Endi ham jon oldi. 3 ta o'qdi, yarimta jon. Yaxshi. Men qolgan daraxtlarni hammasini maydalab sotdim degan. Bunga kitoblar sotib olyapman. Ancha kitob sotib ham oldim. Olingan kitoblarni bitta bunisi yarimta qilib joylashtirib chiqamiz. Orqa fondagi qushlarga e'tibor bermaysizlar, sal shovqin qilyapti. Zirhlarga ham sehr o'rnatamiz hammasiga. Lekin endi bizlarda effekt hozir vaqtincha yo'qolib ketadi. Endi bir hammasini birlashtirib chiqamiz. Oyoq kiyimga daraja yetmay qoldi. Endi yo'g'iga sabr qilamiz. Agar zirhlar shunday kuchli bo'lsa, balki zumraddan yana boshqa narsalar ham yasasa bo'lar. Masalan, 1000 ta uronli qilich. Shunaqasi bormikan rostdan? 1000 ta bo'lmasa ham 25 ta uronli bunday qilichcha bor ekan. 2 ta qilichdan yasaladigan. Uyilkami endi bu nima bo'lsa? Xullas shuni yasaymiz. Yasab bo'ldim, o'zi ham ko'rinishi tasvirdagi emas ekan. Qandaydir silliq, dumaloq bo'lib qolgan. Tashqari tarafda qanday ko'rdi? Bu zirhda ko'rinishi sehrlangan. Dahshat zo'r. Bu yoqda ham boshqacha ko'rinadi ekan. Men boshqacharoq ko'rinadi o'yladim qo'lda tursa. Lekin men o'ylaganday emas ekan. Lekin zirh juda ham zo'r ko'rinadi ekan. Bu ustida ancha ishlagani aniq bilinib turibdi. Qaranglar, ko'rinishini dahshat turibdi. Keyin burchakda kunni ko'rsatib turibdi. Hozir 7-kun. Va oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Iltimos kanalga obuna bo'ling.